Assalomu alaykum o'rtoqlar. Sizlar bilan bugun Kia K8 modelini yangi versiyasini eskisi bilan farqlarini ko'rib chiqamiz. Birinchi bo'lib tashqi ko'rinishiga e'tibor qaratamiz. Avtomobil o'lchamlari eskisiga nisbatan 35 mm ga o'sgan. Avtomobil oldi tarafdan o'zining yangilangan ko'rinishga ega bo'lgan faralari bilan ajralib turadi. Agar e'tibor berib qaralsa, kapot shakli yangisida eskisidan farq qilishini ko'rishingiz mumkin. Avtomobil asosiy farqlaridan bittasi bamperning umumiy shakli hisoblanadi va e'tibor berib qaralsa, radiator panjarasi ham yangi K8 da tubdan yangilangan shaklga ega bo'lgan. Bunda yana bir ajralib turadigan tarafi, yangi K8 da radiator panjarasi faol ochiluvchi zaslonkalar bilan jihozlangan. Endi yangi K8 ni tanib olish yanada osonroq. Sababi yangi K8 ni kunduzgi yorituvchi chiroqlari konturli chiziq va yulduzlar xaritasi konsepsiyasiga asoslangan. Avtomobil orqa tarafidagi asosiy farqlari ko'proq bamperlarda ko'zga tashlanadi. Bunda restyling versiyasini yukxona qopqog'i yanada mustahkam qilib ishlangan. Orqa chiroqlar ham yulduzlar xaritasi ko'rinishiga ega. Birinchi K8 da faqat 19-o'lchamdagi yengil qotishmali disklar bo'ladi. Yangi K8 da komplektatsiyasiga qarab turib disklarning o'lchami 18 yoki 19 bo'lishi mumkin. Avtomobil 3,5 litr hajmga ega 6 silindrli V-simon dvigatel bilan jihozlangan. Dvigatel 300 ot kuchi quvvatini bera oladi. Dvigatelning aylanish momenti 359 Nm ni tashkil etadi. Birinchi K8 faqat old privod bilan jihozlangan bo'ladi. Yangi K8 komplektatsiyasidan kelib chiqqan holatda to'liq privod bilan jihozlanishi mumkin. Yana bir yaxshi opsiyalardan bittasi yangi K8 elektron boshqaruvga ega adaptiv amortizatorlar bilan jihozlanadi. Bu amortizatorlar avtomobil tezligi va yo'l sathidan kelib chiqib, o'zini qattiqligini avtomatik tarzda o'zgartirish xususiyatiga ega. Ma'lumot o'rnida eslatib o'tamiz, Kia K9 modeli ham xuddi shunaqa amortizatorlar bilan jihozlangan bo'ladi. Birinchi K8 yukxona qopqog'i quyidagi ko'rinishda bo'ladi. Unda hech qanaqa podsvetka yo'q. Yangisida ko'rayotgan bo'lsangiz, qo'shimcha podsvetka bilan jihozlangan. Birinchi K8 da 19-o'lchamdagi polnorazmerniy zapaska, yangisida 18-o'lchamdagi dakatka turadi. Yangi K8 orqaga yurganda qo'shimcha yordamchi liniyalar bilan yuradi. Yangi K8 eskisidan farqli yana bitta tarafi bu shovqindan himoyalanganlik darajasi hisoblanadi. E'tibor berib qarasanglar, oynalarning 2 qavatligini ko'rishingiz mumkin. Endilikda modelning ichki qismiga o'tib, uni asosiy farqlarini sizlarga ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Ma'lumot o'rnida aytib o'tamiz, K8 modeli interyer ko'rinishida ham juda ham ko'p o'zgarishlarga duch kelgan. Bunda old panel Gionic dizayniga ega bo'lgan moldinglar bilan va podsvetka bilan jihozlangan. Birinchi K8 da 3 ta haydovchi uchun o'rindiqlarning xotirasi mavjud bo'ladi. Eskisidan farqli, yangisida 3 ta emas, 2 ta haydovchi uchun o'rindiqlarning xotirasi mavjud. Birinchi K8 da rul chambaragi quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi. Yangi K8 dagi rul chambaragi eskisidan mana quyidagi ko'rinishi bilan farq qilib turadi. Va drive mode tugmasi endi rulga o'rnatilgan. Birinchi K8 har doim shunaqa och rangli salonda sotilgan. Yangi K8 komplektatsiyasiga qarab turib 2 xil salon bilan taklif qilinadi. Ikkala K8 panoramik tom bilan jihozlangan bo'ladi. Birinchisi ichkari tarafdan qora avtotikan bilan qoplangan bo'ladi. Yangi K8 standart ko'rinishga ega, bunda qora mato bilan qoplanmagan. Birinchi K8 da passajir o'rindig'ini faqat passajir tarafdan sozlash imkoniyati mavjud. Rulni sozlash bo'lsa mexanik tarzda amalga oshiriladi. Yangi K8 da haydovchi tomonidan ham orqa tarafdan ham o'tirib bemalol passajir o'rindig'ini sozlash imkoniyati mavjud bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, rulni sozlash bu yoqda elektron tarzda amalga oshiriladi. Bu funksiya qo'shimcha tarzda o'rindiqlarning xotirasi bilan birga ishlaydi. Birinchi K8 da markaziy konsol shakli biroz boshqacha bo'lib turib, u bitta smartfonni simsiz zaryadlash imkoniyatini taqdim etadi. Yangi K8 sizga ikkita smartfonni bir vaqtda o'zida simsiz zaryadlash imkoniyatini taqdim etadi. Birinchi K8 da markaziy konsoldagi bardachok yuqoriga ochiladi. Yangi K8 da bardachok ikki yonga ochiladi. Ko'rayotganinglardagi mana bu 3 ta ultra binafsha chiroq ichiga qo'yilgan narsalarni ultra binafsha nurlari orqali sterillash imkoniyatini beradi. Yangi K8 da o'rindiqlarni isitish funksiyasini yoqilganda mana bu qopqoqlarning usti ham qiziydi. Yana bir qo'shimcha ma'lumot, eski K8 dan farqli, yangi K8 da old lobovoy to'liq qiziydi.